ekan. Menga 15 ta, yo'q, yaxshisi 60 ta daftar bera qoling, 48 baroqli bo'lsin. Bir pachka ruchka ham bering. Chunki bolam bir emas, naq 3 ta ya. Siz ham? Voy, kamaytirib yozingiz kerak. Adadalar, amayli, boshidan o'g'iraman. Arzonrog'ini oraylik. Yo'q, qimmatini olishimiz kerak. Yo'q, arzoni, yo'q qimmat. Maktabga sanoqli kunlar qoldi. Ota-onalar guruhlarida esa yozishmalar menimcha hali to'xtagan yo'q. Menga 5 ta daftar deyishdi. Yo'q, meniki esa 10 ta. Bizga falonchi brendning daftarlari shart ekan. Tan oling, oxirgi haftada qilgan xarajatlaringizni chekini ko'rib, yuragingiz orqaga tortib ketyaptimi? Xo'p, nima qilishimiz kerak? To'xtang. Statistikaga ko'ra, boshlang'ich sinf ota-onalari avgust oyidagi maktab xarajatlarining teng yarmini mutlaqo keraksiz, ishlatilmaydigan yoki noto'g'ri tanlangan buyumlarga sarflar ekan. Ya'ni hozir siz hamyoningizdagi pulning 50% ni shunchaki havoga sovurayotgan bo'lishingiz mumkin. Bugungi videoda men sizlarga maktab xarajatlarini kamida 2 barobarga tejaydigan, farzandingiz salomatligi va bilimiga zarracha zarar yetkazmaydigan 3 ta oldin qoidani ochib beraman. Videoni oxirigacha ko'rmasdan turib, bozorga, magazinga qadam bosib kirmang. Ana shunda siz yutasiz. Ketdik. Birinchi qoida: 12 varaqli daftarning sutligini sotib oling. U qanday bo'ladi? Ota-onalarning eng katta xatosi baribir ishlatadi deb 48 yoki 96 varaqli qalin va qimmat hamda chiroyli daftarlarni nima qilish? Sotib olish bo'ladi. Birinchi ikkinchi sinf o'quvchisi 48 varaqli daftarni to'ldirgunicha 3-4 oy o'tib ketadi. Bu vaqt ichida daftar varaqlari g'ijimlanadi, siyoh surkaladi va eng yomoni bolaning sumkasi og'irlashadi. Tibbiyot tadqiqotlariga ko'ra, 7-8 yoshli bolaning sumkasi uning o'z vaznining 10% dan oshmasligi kerak. Qalin daftarlar esa ana shu bel og'rining birinchi sababchisidir. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Boshlang'ich sinf uchun faqat 12 varaqli, oddiy qog'ozli va yorqin ranglarsiz hisoblangan daftarlar sotib oling. Rangli muqovalar darsda bolaning diqqatini bo'ladi va tejamkorlik ham, qulaylik ham aynan 12 varaqli daftarlarda hisoblanadi. Ikkinchi qoida: sifat va ruhiy moslashuv. Daftardan tejalik, lekin qaysi narsadan absolyut darajada tejab bo'lmaydi bilasizmi? Qaysi xaridimiz bolaning kelajagiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi? Mana shu joyda ko'pchilik ota-onalar chalg'iydi. Er-xotin bozorga borishadi, uzoq tortishadi, arzonrog'ini oraylik. Yo'q, qimmatini olishimiz kerak. Yo'q, arzoni, yo'q qimmatni. Mana sizga muammo. Ruchka va qalamlarda ushlashga qulaylik bo'lganini oling. Mana shunisi uchun pul ajrating. Ruchkani ushlaydigan joyda rezina moslamasi bo'lishi bu bolalarning qo'li tolmasligi va husni xatining buzilmasligini ta'minlaydi. Rivojlangan davlatlar maktablarida o'quvchilarning husni xati buzilishining 70% ning sababi aynan noto'g'ri tanlangan ruchkalarda ekanligini allaqachon isbotlab bo'lishgan. Bu demak sizning ikkinchi qoidangiz bo'ladi. Ruchkadan, daftardan pulni tejaydik. Ana endi 3-oltin qoidamizga o'tamiz. Bozorga ro'yxatsiz kirish bu marketologlar va sotuvchilar tuzog'iga shunchaki tushib qolish demakdir. Nima qilishadi ular? Siz bozorga kirib borishingiz bilan hamma narsalarni maqtashadi. Siz esa o'z-o'zidan nima qilasiz? Ularning tuzoqlariga laqagina tushasiz. Chunki qo'lingizda nima yo'q? Ro'yxat yo'q. Farzandingiz ham menga uni olib bering, buni olib bering deydi. Siz esa nima qilasiz? Ro'yxatdagi yo'q narsalarni olishga chog'lanib qolasiz. Chunki nima? Xijolat qilasiz. U yig'lab yerga yotib olgandan keyin olib berishga majbur bo'lasiz. Nima qilishimiz kerak? Videomiz ostidagi izohlarda 1, 2, 3 va 4 sinflar uchun rasmiy ro'yxatni qoldiraman. U yerda bor narsalarni o'chirib chiqasiz va faqatgina yetmaganini xarid qilasiz xolos. Axir bugun nechinchi? 18 avgust. Siz allaqachon bozorga tushib chiqqansiz. Kiyim-kechaklar, o'quv qurollarini xarid qilgansiz. Bir ko'zdan kechiring, nimalarni oldingiz, nimalar ortiqcha va nimalar yetmayapti. Buni albatta tekshirib chiqing. Eng muhimi endi boshlanadi. Sentyabr oyidan boshlab kanalimizda katta premyera va mo'jizaviy loyiha start oladi. Har kuni ertalab soat 6 da 1-sinfdan 4-sinf o'quvchilari uchun boshlang'ich matematika darsliklari ketma-ket e'lon qilib boriladi. Bolangiz maktabga ketishdan oldin yoki darsdan keyin kelib, shunchaki 10 daqiqa ushbu darslarni ko'radi va matematikadan hech qanday repetitorga hojat qolmaydi. Bu ham aynan sizning hamyoningizni tejash uchun bo'lgan eng katta loyihamiz bo'ladi. Ushbu loyihalarni o'tkazib yubormasligi uchun hozirdanoq kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosing va ushbu videoni maktabga farzandini berayotgan barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying. Xarajatlaringiz barakali, yangi o'quv yili esa zafarlarga boy bo'lsin. Men sizlarni sentyabrning har tongida soat 6 da aynan mana shu kanalda kutaman. Mehr bilan o'rgatamiz, ishonch bilan ulg'ayamiz. Sohiba ustoz bilan